Ana biz hozir mana shu vayronani koshonaga aylantirgani keldik. Mana bugungi kelgan ahvoli, mana holati. Mana hamma yoq tepa-tep bo'yotibdi. Buni endi gul bo'lganda yana bitta videoga olamizda, ikkovini qo'shib chiqarib yuboramiz. Endi hozir yarimiga yetib keldik. Mana holati ancha yaxshilandi. Hozir devorlariga endi qatirish kerak. Xudo xolasa mana o'sha etgan xona yarimiga keldik. Oxirini ham ko'rsatamiz. Bitta qilib hammasini video qilib joylab qo'yamiz. Tomosha qilaverasizlar. Mana o'sha xona, o'sha bardagi chiqib yotgan xonaning ahvoli, holati. Endi to'liq ko'rsataman sizlarga. Mana bu haqiqiy xona bo'ldi. Kafellar bo'ldi, mana aboylar bo'ldi, patologlar, mana svetlar qo'yildi. Mana xonaning holati, eshiklar, mana sanuzellar, mana bu yerda sanuzellar, mana o'sha vayrona bo'lib yotgan xona endi asl gulga aylandi. Mana yoqqan bo'lsa bitta like bilan kommentariy yozinglar va obuna bo'linglar. Rahmat.